Assalomu alaykum. Bugungi kunda Golden Lake turar joy majmuasida olib borilayotgan qurilish ishlari bosqichma-bosqich yangi natijalarini ko'rsatmoqda. Keling sizlar bilan Golden Lake majmuasida fevral-mart oyida bajarilgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Eng muhim yangiliklardan biri A1 va A2 bloklarda beton ishlari 100% yakunlandi. Bu bosqichning to'liq tugallanishi keyingi qurilish jarayonlarini tezlashtirish uchun mustahkam asos yaratadi. B blokda qurilish ishlari yer usti qismiga o'tib, hozirgi kunda ikkinchi qavat uchun beton quyish ishlari olib borilmoqda. C va D bloklari bilan birga Y1 blokning birinchi qavat ishlari to'liq yakunlanib, ikkinchi qavat uchun beton quyish ishlari parallel tarzda olib borilmoqda. Bu esa qurilishning barcha yo'nalishlari bir vaqtning o'zida davom etayotganini ko'rsatadi. Loyiha miqyosini yanada aniqroq tasavvur qilishingiz uchun raqamlarga e'tibor beramiz. Bugungi kungacha 40 ming metr kub beton quyildi, 6 ming tonna armatura ishlatildi va 1000 metr kub gazoblok terildi. Bu ko'rsatkichlar qurilishning yuqori sur'atda va katta hajmda olib borilayotganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, Golden Lake loyihasida ishlar barqaror sur'atda ketmoqda va har bir bosqich aniq reja asosida amalga oshirilmoqda. Loyiha haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.